Bovam aytgan hikmetler. Özüңni dəngsəp iş gör. Avazda Ғунчам Rozi. Burunqi zamanda bir palvan bolğan ekan. U bir qo'lida tağını götürüp peqirtib o'ynaydi ekan. Özge ellerden bu yerga kelgan palvanlar uning kuchtingirligini ko'rib, og'zini kamadek ichib, hayron has bo'lib ketishib qoldi ekan. Kunlarning birida bu palvan agar yerning tutadigan tutqichi bo'lsa, yerni bir peqirtib cho'giltayotgan bo'lardim, debdi. Bu gap 7 iqlimga yetibdi. Uning bu gapini anglagan nurg'unlagan palvonlar, "Qo'ya bundaq ishni. Dunyoda undaq kuchli palvon turgan yerda bizga palvonlik qilishni kim qo'yibdi?" deyishib, o'zlarining palvonligidan voz kechishibdi. Heliqi kuchli palvon o'z-o'zidan mag'rurlanib, bağan siri haramzadilishib ketibdi. U podshohni qo'rqitib, sayohatga chiqqanda podshohning qizini birga elib chiqadigan bo'lyapti. Kunlarning birida u sayohatdan qaytib, tog' bag'rida ketyapsa, oq soqolliq bir odamning yerdagi bir kichik sanduqni etining oldiga ololmay turganligini ko'rib qopti. Heliqi buvay yeniq kelgan palvonga: "Balam, sana duo qilay. Mavu sanduqni oldimga epagin," deb iltimos qildi. Palvon bir yijib qo'yibdi-da, sanduqni 2 barmoqi bilan qisib ko'tarmoqchi bo'pti. Lekin qancha qilsam ko'taramabdi. Bir qo'li bilan ko'tarib yiqibdi. Ko'taramabdi. Andin 2 qo'li bilan ko'tarib yiqibdi. Yana ko'taramabdi. U yerim kun hapilishib, hamma hunarini ishga solgan bo'lsa-mu, yilqi kichik sanduqni o'rindan midirlolmabdi. Shu chaqda yilqi buvay: "Hey balam, sen palvon eding-ku. Nimanga ishinib cho'ngchilik qilgansan? Chashqang'imi kuchi yetmaydigan qora qush bo'l," deb duo qildi. Duo qilibla ko'zdan g'oyib bo'ldi. Heliqi palvon qora qushqa aylanib qopti. Shunga qora qushning chashqandan boshqa hech qanday narsaga kuchi yetmaydi ekan. Hikmat: o'zga tamanna qo'yib, o'zgalarni ko'zga ilmaslik yaxshi ish emas. Sen o'zingda mana mushundaq nachar odatlarning bixilinishiga o'rin bersang, u bix tezla ko'klab seni hech narsaga arzimaydigan keraksizlar qatoriga qo'shib qo'ydi.